Xo'p, men ingliz ustozi Jumanzar Ulug'bekman. Xo'p, bu men shogirdim, demak Azizbek bo'ladi, Avazbekov. Xo'p, biz demak 22 oy bo'ldi, to'g'rimi? Boshlaganda. Biz kalam 22 oydan beri 3 marta arz topshirdik. Hozir shular haqida qisqagina tushuntiramiz. Birinchi o'sha yaqinda topshirganimiz, xo'p, oxirgi marta topshirganimiz 28 fevral 2026-yilda topshirdik. Xo'p, 7 ball chiqdi. C1, ya'ni 10 yoshida demak u C1 darajasiga erishdi. Xo'p, listening 8,5, reading 6, writing 5,5, speaking 7, ya'ni overallda 7 bo'ldi, C1 bo'ldi. Hozir uni yaqinlashtirib tushuntiramiz. Hozir u 10 yoshda, 4-sinf. Xo'p, telefonni bering. Biz Marhamatdanmiz. Andijon viloyati Marhamat tumani, Ulug'bek o'quv markazi. Xo'p, endi mana oxirgi o'sha nimamiz, IELTS'imiz mana, demak, listening 8,5. Xo'p, yaqindan ko'rsatamiz. Mana listening 8,5, reading 6, writing 5,5, speaking 7, overall 7, C1 daraja. Demak, oldik 2-mart 2026-yil nimasi sanasi bilan, demak, Avazbekov Azizbek 2015-yil, demak, tug'ilgan 2-avgust bo'ladi, adashmasam. Xo'p, endi avvalgilarga keladigan bo'lsak, mana birinchisi biz mana bu yerda 26-nimada 28/01/2025 bo'ladi. O'shanda 6 ball chiqarganmiz. Demak, listening 6,5, reading 6, writing 5,5, speaking 5,5 bo'lgan, umumiyda 6 bo'lgan. B2. Keyin oradan vaqt o'tkazdik. Unda u demak 10 yosh bo'lgan. Mana e'tibor beramiz. 2015 demak avgustda tug'ilgan bo'lsa, 2025 demak yanvarda bo'lyapti. O'sha 9 yoshda 6 chiqargandi. Keyingisi 10 yosh deb tarqalib ketib qoldi, ikkinchi urinishi. Biz o'shanga ozgina tuzatish kiritmoqchimiz. Ya'ni sanasiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, xo'p, tug'ilishi 8-oy 2015, olishi 7-oy 26 turibdi. Bu degani bir hafta oldin sana bilan hujjat bo'yicha u 9 yoshida 6,5 ball qilgan. Biz o'sha tarqatgan paytimizda internetlarda 10 yosh bo'lib tarqalib ketib qoldi. Shuni biz tuzatish kiritmoqchi edik. Ya'ni 9 yoshda 6,5 qilgandik. Mana endi 10 yoshda demak biz C1 qildik, 7 va hali ham harakatdamiz. Hali ko'ramiz qani 10 yoshdan chiqquncha, 11 yosh bo'lguncha nechigacha ko'tarilar ekanmiz. Kelayotgan yangiliklarni yana biz ko'rsatib turamiz. Mana 3 ta IELTS bo'ldi.